Assalomu alaykum. Mani qo'li shirin va pazanda muslimalarim. Yaqinroq kelinglarchi, qaynona oyijoniylarni ko'ngillaridan joy olishga yordam beradigan antiqa va ajoyib shirinlik, ya'ni rakushka retsepti bilan kelyapman. Qizlarjonlar, bilaman, storiesga har doim nimadir pishirib tayyorlasam, bizaga ham o'rgating, retsept bilan bo'lishing deysizlar. Qani unda yaxshilab o'rganib olinglarchi. 500 gram unga 250 gram margarinni solib, xuddi videoda ko'rsatilganidek yaxshilab uqalab olasizlar. Ayniqsa saryog'inglar ozgina erib turgan bo'lsa, juda ham zo'r uqalab olasizlar. Keyin 1 choy qoshiq vanilin, 1 choy qoshiq razrahidel solasizlar. 3 ta tuxumni oqidan sarig'ini ajratib, xamirga faqat sarig'ini solasizlar. Oqini bo'lsa bezak uchun olib qo'yasizlar. O'zingizga ishongan, o'zingizga yoqqan smetana va qaymoqlarni solib, yumshoqqina xamir qilasizlar. Mani xamirimni videoda ko'ringlar.